Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin İdiqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuzğa sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Amerikanın yillik dokladida Xitoyning məcburi əmgək cinayəti qayta tilga olindi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu hafta 2025 yillik odam atkazchiligi masalasi dokladini e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoyning majburiy emgakka silish va odam atkazchiligi jinoyatining og'ir darajada ekanligi qayta ta'kidlandi. Mazkur dokladda Xitoy rejimi boshchiligidagi majburiy emgakka silish va odam atkazchiligi jinoyatlarining hali ham davomlashayotganligi tilga olingan bo'lib, Xitoy yana bir qatim bu masala eng og'ir davlatlar qatoriga kirgizilgan. Dokladda Xitoyning Uyg'ur qatorliq millatlarni Sharqiy Turkiston va boshqa rayonlarda majburiy emgakka solganligi, Xitoy rejimining aloqador jinoyatlarini to'xtatishga aloqador hech qanday tadbir qo'llanmaganligi ko'rsatilgan. Xitoy bu qatimmi o'xshashla eng tuvan darajaga, ya'ni 3-darajaga kirgizilgan. 3-daraja bo'lsa odam atkazchiligining ziyonkashligiga uchiruvchilarni qo'g'dash qonunida belgilangan odam atkazchiligini tugatishning eng tuvan o'lchamiga to'shmaydigan va buni to'xtatishga to'liq kuch chiqarmagan davlatlarni ko'rsatilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining odam atkazchiligi haqidagi yillik doklati hukumatlarning odam atkazchiligiga qarshi turish harakatini baholashdagi asosli qurol bo'lib, bu tirishchanliklarni asos qilgan davlatlarni 1-darajadan 3-darajagacha radga tizib kelgan. Bu doklad Amerikaning darajaga tizilgan davlatlarga yordam berish qaroriga ta'sir ko'rsatadi ekan. Xitoyning asosligi Uyg'urlar bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqini majburiy emgakka silish, Xitoy o'lkalariga surgun qilib, qo'l ishchi sifatida ishiltish jinoyati izchil tariqada xalqaro tashkilotlarning axborot vositalarining kun tartibida turib kelmoqda. Bu haqda ko'plagan nupuzli dokladlarmo e'lon qilingan bo'lib, Xitoy rejimi hozirga qadar bu jinoyatlarni inkor qilmoqda va turli bahonalar soxta tashviqotlar ostida irqiy qirg'inchilikning bir parchasi bo'lgan bu jinoyatlarni to'xtovsiz davomlashtirmoqda. Hamasning bayonotidan keyin Trump Isroilni ogohlantirdi. Falastin qarshilik ko'rsatish harakati Hamas urush to'xtatish plani bo'yicha asirlarni qo'yib berishga tayyor ekanligini jakarlagandan keyin Amerika prezidenti Donald Trump Hamasning tinchlikqa tayyor ekanligiga ishonganligini bildirdi va Isroilni muhosira ostidagi G'azzani bombardimon qilishni to'xtatishga chaqirdi. Trump ijtimoiy taratquv hisobida Hamasning yaqinda e'lon qilgan bayonotiga asosan, "Men ularning uzun muddatlik tinchlikqa tayyor ekanligiga ishonaman. Isroilga G'azzani bombardimon qilishni darhol to'xtatishi kerak. Shundala biz asirlarni bexatar va tez sur'atda chiqara olamiz. Hozircha buni qilish xeyli xatarlik. Biz tafsiliy muzokara qilyapmiz. Bu faqat G'azzaning tinchligiga emas, balki Yaqin Sharqning uzundan buyon talab qilayotgan tinchligiga munosabatlik" deb yozdi. Trump yana Hamasning G'azza urush to'xtatish planiga qaytargan rasmiy inkosini hisobida ham baholadi. Trump Hamasga Washington vaqti 5-oktyabr kechgacha rasmiy javob berishni talab qilgan va buni G'azzadagi taxminan 2 yilga so'zilgan urushni oxirlashtirish uchun eng oxirgi fursat deb atagan edi. Hamas tunugun kechda bu haqida bayonot e'lon qilib, hayot va o'lik bo'lsin, barliq Isroilga asirlarni almashtirish mexanizmi ostida qo'yib berish, darhol insonparvarlik yordamlarining kirgizilishiga ruxsat qilish, Isroilning ishg'oliyati ostidagi falastinliklarni yurt makonlaridan qo'g'lab chiqarish siyosatini rad qilishni o'z ichiga olgan ramkini tasdiqlaganligini jazmlashtirdi. Hamas yana vositachilar bilan darhol shartnomani amaliyalashtirishni muzokara qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Hamas G'azzani davlatning o'rtaq fikr birdamligiga asoslanganda arab va islom davlatlarining qo'llashi bilan quriladigan Falastin texnikalik byurokratlar hukumatiga topshirishga qo'shilganligini yana bir qitim ta'kidladi. Hamas G'azzaning uzun muddatlik salohiyati va falastinliklarning haq-huquqlari qatorliq keng doiralik siyosiy masalalarning umumyuzlik davlat ramkasi ichida muzokara qilinishi kerakligini aytdi.
2023 yılı oktyabirdan başlap İsrailiyaning hujumlarida 66.200 dan ortiq Falastinlik hayotidan ayrilgan bo'lib, bularning ko'pinchisi ayollar va bolalar. Bulardan sirt taxminan 11.000 Falastinlikning jasadlarining bombardimon qilingan uylarning xarobaliklari ostida ekanligi mo'ljallanmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.